kuchli 5 futbolchi. Ularning I've got hemophiliac roots, so I avoid collisions every reshoot. Hotel tower that was pre-liberty. Know that the devil ain't as good in 3. Agar ular birinchi o'ringa kelsam, vashshem kuchli odam. Hop. 5-o'rin albatta Robert Lewandowski. Robert Lewandowski polshalik kuchli odam, futbolchi. Barselonada o'ynaydi. Barselonani ham juda ham kuchli o'ynaydi. Hozircha o'ynayapti. Va uning kuchi, jismoniy kuchi juda kuchli. 5-o'rin u. Hop. 4-o'rin Memphis Depay. Gollandiyalik futbolchi. U eng kuchlisi bo'lib, bu futbolchi juda ham kuchli. Bu gollandiyalik bo'lib, uning kuchiga o'ynashib bo'lmaydi. U juda ham kuchli. O'yinda o'ziga hurmat oladi juda ham tez. Va u juda ham kuchli. 3-o'rin Sergio Ramosning kuchi juda ham kuchli. U ispaniyalik o'yinchi, Real Madridda va Ispaniyada jamoa sardori bo'lgan. U juda ham kuchli. Uning pozitsiyasi himoyada turadi. Himoyasi juda ham kuchli. Devor u. Keyingi o'yin Cristiano Ronaldo. U 25 yil juda ham porladi. Futbol yulduzi, juda ham kuchli. 958 ta gol urgan futbolchi Cristiano Ronaldo. Portugaliyada tug'ilgan. U juda ham kuchli. Sizga aytsam, sizlar uni uncha yaxshi bilmaysiz, bilasiz. Portugaliyalik futbolchi, futbolda juda ham porlagan futbolchi bo'lib, bu eng kuchlisi emas, 2-o'rinda turadi bu. Hujumda juda ham kuchli. Va 1-o'rin Braziliyalik futbolchi. O'yinga tushganda juda ham kuchli, hammani lol qoldiradigan, hamma unga hurmat qiladigan o'yinchining ismini o'zingiz toping. Qaysi bo'ladi ekan? Braziliyalik futbolchi. Hozir o'ynaydi. Juda ham kuchli va eng hurmatni ko'p oladigan o'yinchi. Stadionga tushganda kuchi vashim ko'p. Xullas, sizlar Ikromxon kanalida bo'ldingiz. Ikromxon kanaliga obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Iltimos, kanalimiz rivojiga. Iltimos, like bilan obuna